kim kalima tavhidni la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah lahul mulku va lahul hamdu va huva ala kulli shay'in qodirni bir kunda 100 marta aytsa 100 ta gunoh o'chiriladi, 100 ta savob yoziladi, 100 ta darajasi ko'tariladi va Alloh uni 100 ta balodan saqlaydi. Yana nima kerak bizga? Ha? Yana nima kerak bizga? Afzalu zikri la ilaha illalloh. Zikrlarning eng afzali la ilaha illalloh. Alloh azza va jalla siz bilan bizga xitob qilib aytayapti. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ogoh bo'linglar. Qalblar faqatgina Allohning zikri bilan orom oladi. Alloh azza va jalla doim o'zini zikr qiladigan zokir bandalardan qilishligini so'raymiz. Alloh o'zi tavfiq